Hammaga assalomu alaykum. Bugun yangi inkubator oldim. Inkubatorimni obzori bilan sizlar bilan bo'lishib qo'yadigandim. Mana shunday korobkachaga o'xshagan penoplastga keldi. Mikrovolnovkaga o'xshar ekan, vida. Ochib ko'ramiz. Tak, bitta qo'lda tortish neudobni. Polностью ko'rsatishga harakat qilaman. Xullas bu krishkasi ekan mana. O'ynadi deb o'ylagandim, o'ynamas ekan, yaxshi plastik ekan. O'ynab o'ganda sinib qolardi. Notda magnit bor ekan keyin. Men ushlaganda ishtilyaptimi? Tirs tortib olyapti. Yaxshi ekan. Fonariga, avoskopirованиеga. Baqi nima bo'lsa kerak shu. Akkumulyatorga o'raydigan joy bo'lsa kerak. Keyin batida mana 220 ga tiqaydigan bo'lsa kerak. Ochib ko'ramiz. İçi mana 2 riyat bo'ladi. Bu tagida qandaydir bumaga, o'rtasiga chiqib qoldi. Bu bumaga влажность saqlab turadi. Buni keyin nimaga bu inkubator oldim? Imенно bu inkubator bo'lsa, unda inkubatorlar ham bor. Bular arzonroq ham turadi даже. Buni bitta emas, ko'p преимуществоsi bor. Buni nima deydi? Полностью автоматически, hozir ko'rsataman sizlarga. Buni masalan влажностьni qarab turishingiz kerak. Mana 61, 62 bo'lib turibdi. Bunga bitta определенный влажность berib qo'yasiz. O'zini motorchigi bor mana. O'zini motorchigi bor. Motorchigiga suv solib qo'ysak, motorchigidan o'zi suvni tortaveradi. Keyin buni konstruksiyasi udobniy. Masalan, 10-kundan nechinchi 17-kungacha проветривание qilish kerak, tuxumlarni shamolatish kerak. Buni masalan ochib ko'tarib, chiqarib o'tirsangiz, buni endi bitta ochasiz, shunday olib qo'ysangiz ham bo'lar ekan mana. Keyin qaytadan olib qo'yasiz. Ichi issiqni temperaturani ushlab turaveradi, tuxumlar проветривание bo'lib turaveradi. Endi bilmadim, полностью olinadimi yo'qmi, uni ishlatib ko'rganim yo'q. Endi ishlatib ko'raman. Lekin konstruksiyasi juda udobniga o'xshatibdi. Chiqarib turib shamolatsa ham bo'lsa kerak. Полностью yig'ib ko'ramiz-da o'zi. Birinchi marta oldirishim, bunaqa inkubatordan olganim yo'q. Materiallarini kачествоsi yaxshi ekan. Ushlaganga неприятный на ощупь. Так, ну распаковка qilaylik. Qo'lda tortish вообще неудобно ekan. Og'zim bilan ochyapman. Так, dush shlangi. Так, bitta yoqi suvga, скорее всего, bitta yoqi bu mana nimaga tiqilsa kerak. Monoqa. Keyin уже трубкachalari bor ekan. Непонятно для чего и куда. Будем разбираться. Так, bular скорее всего monoqaga qo'yiladi. Bunisi monoqa tursa kerak deb o'ylayman. Motorchikni aylantirganda buni ham aylantiradi o'xshaydi. Скорее всего. Yana komplektning ichini ko'raylikchi, nimasi bor ekan. Так, bitta qo'lini ocholmadim hozir. Neudobno bo'lyapti. Ichida shunday nimachasi bor ekan. Flakon suv solib qo'yadigan 500 ml bo'lsa kerak adashmasa. Keyin распылитель bor ekan. Kimlar agar bilmasa, распылитель masalan tuxumlarni sovutadigan yerda bir xil проветривание qilishga vaqt yo'qda. Просто tuxumlarni chiqarib bir-bir sepib qo'yasizlar, lekin sho'r bo'lish kerak.
17-kundan keyingisiga ko'proq suv sepursa yana damqib nafas ololmay bo'lib qoladi zarurda. Tak hozir buni harakat qilib yig'aman, keyin polностью ko'rsatamiz taga. Tak, mana nimachalarni yig'ib oldim. Nima deydi endi? Latokcha deydimi, nima deydi? Ichiga boyagi qaro aylantiradigan nimasi trubchkasi qo'yilar ekan. Keyin mana ularni qo'yib oldim mana tuxum qo'shga. Короче, ko'p anaqa detalchalari bor ekan, boshqa tushunmadim nimaligini. Keyin instruksiyasini olib, polностью kitayskida перевод qilib ko'rsam, короче, mana detalchalari agar navoda ishlan kalta bo'lsa, unday qilib turib baqiga ulab, keyin baqiga trubkani ulab cho'zdirsa yana bo'lar ekan. Bu tipa modda ko'rsatib qo'ygandek. Matdan shlankchani chiqarib turib ichiga qo'yish kerak ekan. Mana kalta shlankchasining moddan teshigi bor ekan mana. Tak. Teshikka chiqaramiz, baqamdek chiqar ekan. Keyin nima deydi? Bumashkasi bor ekan, ko'zini bumashkasiga solib qo'ysa bo'lar ekan. Uni qo'yib qo'yar ekanmiz, shu bumashkani ustiga suv tushib, влажностьni saqlab turar ekan. Bundan tashqari konstruksiyasining ichida, konstruksiyasining shu orqasida nimasi bor ekan? Bitta nima deydi? Ventilyatsionni dukchasi bor ekan. Короче, polностью yopib tashlasa ham bo'lar ekan, polностью ochsa ham bo'lar ekan. Yarim ochiq turgan ekan, faqat shunday turibdi, tegishganim yo'q. Hozir endi buni qo'yib ishlatib ko'ramiz. Вроде подготовкani hammasini qilib oldim. Motorchani qo'ydim o'zinikini, keyin mana buni tayyorlab oldim. Baqini qarang, mana yoqda mana qora tochkasini ko'ryapsizlar, mana bu baq tarafi bilan kirmar ekan. Mana bu tarafi bilan mana baq teshik ekan, ichida prostranstvasi bor, endi videoga yaxshi ko'rinmayapti. Mana bu ichida mana motorchalarini nimalari bor ekan. Короче, motorchalari bor ekan, shular aylantiradi o'xshaydi. Shularga to'g'rilab ne qilib qo'yamiz hozir mana. Hoppa. Chotki kirdi. Buni oldin mana ham qo'yib olishimiz kerak edi birinchi. Bumashkasini. Bumashkani mana bu tarafiga mana nasoschani shlankchasi keladi o'xshaydi. Shu tarafiga moslashtirib qo'yasizlar mana. Bunday qo'yasizlar, keyin mana shlankchani mana olib keltirib ashtamga fiksatsiya qilib qo'yasizlar mana. Joyida turadi mana o'sha. Fiksatsiya bo'lib, hech qayerga jirib ketmaydi. Tak, endi mana ularni qo'yamiz, latokchalarni. Tak, birinchisi. Ikkinchisi. Bo'ldi, tayyor. Birinchi tuxum qo'yishdan oldin yoqib ishlatib ko'rish kerak. Hozir buni yoqib ishlatib ko'ramiz. Suv olib kelib tayyorlab qo'yamiz. Hop, mana qo'yib yupaysiz, mana bisperboyni qo'yib qo'yganman. Svet o'chib bo'lsa ham o'chmaydi. To'q bilan spokойно ishlayveradi. Buni mощности 3 kW. Bilmayman nechta inkubator ko'taradi. В принципе, ko'p inkubator ko'tarish kerak. Hozir suv olib kelaman, idishchasiga yoqib ishlatib ko'ramiz. Короче, biz voziqi, biz suv ishlatib ko'raydigan birinchi. Hozir mana buni ulaymiz, mana inkubator bag'iga. Rajoniga. Просто bir yoqib ishlatib ko'ringizchi, qanday ekan. Так, kirdi. Надежный bo'ldi deb o'ylayman hozir. Qo'l bilan neudobno. Bunisini mana уже бесперебойник qo'yamiz. Inkubatorimiz ishladi. Сразу ichidan ventilyator ishlaganda o'sh kerakdi mana. Ishlayaptimi yo'q o'sdi. O'sha bilan normalniy xudo ekan. Mas kuchli ekan ventilyatori, mana inkubatorlarga qaraganda. Yopilganda вообще бесшумный bo'lar ekan почти. Mana ekrani. Так, ekranda ko'rib turibsizlarmi? 16 gradus 75 влажность ko'rsatyapti. День первый deydi. Ну, в принципе, ekran nimasi yaxshi ekan. Яркости.
Только endi suv olib kelmadim, bezmat motorchasi ishlayaptimi yo'qmi bilmadim. Tekshirib bo'lmar ekan o'xshaydi пока что. 74-73 ko'rsatyapti. Shu qancha agar влажность 50 dan 60 gacha qo'yiladi, shundan chiqib ketsa agar keyin ishlasa kerak-da. Вроде как ishlayapti. Temperaturasi ham вроде tez ko'tarilyapti. Обычно bularning sekin ko'tariladi, потому что bularning нагревательный элементы проволока bo'ladi. O'zi ochib ko'rsataman sizlarga. Так. Вот такой ko'rinyaptimi? Oq, mana проволока bilan нагревательные элементы. Buniki нагревательный элементы ichidagisi tent ekan. Endi tentni o'zingizlar bilasizlar, o'sha qanday desam ekan, более надежный, keyin долговечный, keyin ham qimmatroq bo'ladi. Inkubatorda tent bo'lsa, inkubator avtomatik narxi qimmatroq bo'ladi. Kачествоsi yaxshi bo'ladi, bilmayman. Так, endi knopkalarni ko'raylikchi, bu mana avoskop o'xshaydi. Fonarigini yarqisida ancha baland ekan, lekin bitta tuxum tekshirib ko'ramiz, bitta inkubatordan olib. Yorug'da endi ko'rinmasa kerak-ku. Yorug'da ko'rinmar ekan, lekin yarqisi juda mo'shlik, mana dash ko'rinyapti. Ta'mirchalari bu mana ko'rinyapti tuxumlarni. Kачествоsi yaxshi ekan, inkubator yo'qdi, inkubator. Sayt beraman, olsanglar bo'ladi. Zo'r ekan. Eng удобныйsi aytdim-ku, mana shunday ochasizlar, provetrение qilmoqchi bo'lsanglar, tuxumlarni shunday qilib qo'yasizlar, tashqari qo'yib qo'yasizlar, yana yopib qo'yasizlar. Yopib qo'yganingizda o'sha temperaturani ushlab turaveradi. Buni ochsanglar, masalan, provetrение qilish uchun. Bunday ochasizlar, buni ololmaysizlar o'sha. Olsanglar ham buni tutib tuxumni отсоединять qilish kerak. Keyin xullas ishlari ko'p. Ustini ochib qo'ysanglar, o'sha inkubator temperaturasi avtomatik o'chib ketadi. 37 ga burib qoldi. Sam yana ochganimda. Buniki o'sha avtomatik ushlab turaveradi. Более надежный, keyin kontrol qilish osonroq ekanda buniki. Hamma taraflama удобный ekan. Keyin ChatGPT boshqa joylarga bunday yozib ko'rsanglar, полный xarakteristikasini kitayskidan kopировать qilib turib yozib, сравнение qildimda ko'p inkubatorlar bilan. Buni kачествоsi, keyin buni korpusi, form faktori, xullas hamma taraflama zo'r ekan. Bularga qaraganda, bular masalan o'zi penoplast olib qo'ysangiz, sovuq, tez soviydi, keyin tuxum bilan tashqarini havosi endi boshqa-ku o'rtasi deydi. Короче, sarjiyoni bir ekan bilmadim. Buniki qalin ekan, do'qsoyni plastik ichida. Konstruksiyasi qalinroq ekan. Issig'i mahkam ushlab, ko'proq ushlab turar ekan. Короче, hamma taraflama zo'r ekan. O'zingizlar o'qib ko'rsanglar bo'ladi, spokойно. Так, bu qanaqa knopka ekan? Bu knopka bo'lsa-yana переворот qilar ekan. Вроде как переворотda doshishtirgandek bo'ldi. Bu настройки, mana kuritsani massasini chiqib qoldi. Так, ну пока что ularga tegishmay turamiz o'xshaydi. Temperaturani zadat qilar ekansizlar. Так, bitta влажностьni zadat qilar ekansizlar. Shu akalar ukalar sovet beraman. Yaxshi o'xshaydi. Keyin Instagramga, TikTokga qo'yib turaman. Ochtirgan joylarni. Necha protsent bilan ochadi, shularni qo'yib turaman. Вроде как 98% bilan ochish kerak. Kartochkasida, по крайней мере, shunday заявлено. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.